Minecraft'dagi barcha sirli bloklarni sizlarga chitdan yozib ko'rsatib beraman. Birinchi bo'lib mana boshladik ishimiz. Chatga kiramiz, ya'ni chatdan olamiz. Birinchi o'rinda o'zlagan axir. O mana uni yozasizlar, yaxshi ko'rib oling, o'zlaring kerak bo'ladi. Mana o komandani yozasizlar. Yani gibi küçükçe redistlerde olmalı. Birinci o command blok ama onu mashhur blok. Command blok. Mesela ben haklısalaring ko'ryapsizlar. Command blok mini card yani chain command blok, repart command blok degan narsa turadi. Sizlar buni yozib olsalaring bo'ladi, lekin o'zimga ko'rsatib beraman. Command blok qayda bo'ladi? Endi biz mana ichida shunaqa narsa bor. Boyagi mana chain degani ko'ki mana shu bo'ladi. Reparet mana shu bo'ladi. Sizlar lekin uni chatdan olaverasizlar. Ikkinchi blok. Bu ya'ni bu struktur blokda. Unda har strukturalarni yozib, bizlarga to'g'ri olsalaring bo'ladi. Hozir sizlarga uni yozib ko'rsataman. Boyagi komandamizni yozib olamiz. Keyin hatto yozib o'tmay. Strukture deb mana albatta keyin blok. Ko'rib olaylik, sizlarga 2 3 gacha deymiz va keyin esda qoladi. 1 2 3 bu. Mana shu komandani endi bitta beraman. Struktur blok mana shu. Ko'rasizlarmi? Hozir diametr kattaligini kattalashtirib olsalaring bo'ladi. Hozir mana shunday. Struktur nima deb turibdi? Uni bitta blokka ulasalaring bo'ladi. Video davomida albatta o'qib ko'rsataman. Mayli o'sha blokni hozir ko'rsatishlarga. Küçükçe küçükçe keyin mana jigsaw mana jigsaw W'si mana keyin buni olasiz, qo'yasiz. Bu yerda target pool, yani target pool name, target name va turi info demoqda. Keyin tushuntirib beraman. Keyin hammasini ishlatib nima qilishni ko'rsataman. O bu yerda to'rtinchisi. Küçükçesi ben kendim koştum. Küçükçesi ki o koruması bariyer. O bariyer ekranı ne? O betu bu. Kolay olsun kullanıyor. Bu survival yapmış. Lekin bu şey değil. Kreatif medya. Bu bizim böyle koyduk. Diyor bu utanmış. Lekin kreatif medya benim utanmış. Bu iki bu bariyer. Mesela o halini gaplayayım. Judayam gap ko'p. Gibi ablanamishlar bitta narsa bilan yozsalaring bo'ladi. Xo'sh, va biz qani bittasiga o'tdim. Bitta biz ana deni degan narsa ham bor. Deni bu. Bu narsa ustidagi narsani kovlashga qo'ymaydi. U faqat survival. Turadi ilk 3 qavat narsalar. Mana uni ham sindirmaydi. Mana shunaqa. Shunaqa qobiliyati bor. Keyin ham sinmaydi. Nima qilishini eslmayman. Buni xuddi o'sha komanda bilan o'zlaring yozib olasizlar bo'ladi. Küçükçe deb qo'yibman. Küçükçe deb yozamiz.
keyin bu yerga endi allovda bo'ladi. Mana bu blogimiz mana bu bo'ladi. Buni ham o'zini sindirib bo'lmaydi-da, buni sirg'ay yo'qotib tursang bo'lmaydi videoda. Mana bu allov edi. Endi bizga light block chiqardim. Nastroyga kirib ketdi. Nastroyga kirib ketib. Light blockda chatga kiramiz. Boyagi komandani yana yozamiz deb bo'ladi. Givek kuchari. Endi light yorug'likda net block deb yozadi. Bunga kirib ketaveraman. Light block deymiz. Light block. Bu ham shunaqa bariyerda ishlaydi. Mana bu ham bunday olmasa ko'rinmaydi. Hozir buni bunday qilib yoritib olsalaring bo'ladi. Bu tunda yoritib olmasak buni ko'rsatib beraman. Taymga kirsak o'zi shunaqa mudlit bo'lmaydi. Ko'rlar u agar buni maydalab ham bo'lmaydi. Boshlayotgan lekin bu hali bir joyda turibdi. Bo'la ko'rlaring. O'zi bu shunaqa xususiyati bor. Lekin buni ichiga bu qo'shsang bu sinib ketadi. Buni o'qizolay. Ko'rlar o'zi yormaydi. Ne qilib yoritib olsalaring bo'ladi faqat. Chunki boshqasiga bu yormaydi. Faqat 15-darajagacha bor, uni sog'lom yoritib qaranglar. Yo'q, albatta to'sqilar zo'mbi. Endi sizlarga yana bitta blok olib ketishinglar. Bitta eng oxirgi blok desam bo'larmikin sizlar uchun? Mayli, uni ham keyingi videomda ko'rsataman. Agar yoqqan bo'lsa like va obuna bo'lishni men kanalimni yangi ochdim. 100 ta gazgina qoldi. Iltimos bo'lib like va comment va obuna bo'lish esdan chiqmasin.